bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Meni quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Navodi meni komandangizga kerakingіз bo'lsa, qanday usul bilan meni qiziqtirsiz? Chempion bo'lgangiz bo'lsa, komandamizga keling. Ikkinchi bo'lay desangiz, boshqa komandaga bering deyman. Men Johnson o'ynagan qaltis musobaqani ko'raman. Ya'ni Jordanning musobaqasini ko'raman. Hamda ular qilgan qaltis harakatlarni ko'rib o'zimdan, men mana shunday saviyaga yeta olamanmi deb so'rayman. Buning javobini bilmayman, ammo natijamni taqozolik bilan kutaman. Bugungi eng munavvar topchi. Ko'rsatgan tirishchiliklarimning hammasi qanday qilganda texmi munavvar topchi bo'g'ilib bo'ladiganligini o'rganish uchun. Sizda mana bu shunday ideya bo'lganda, butun dunyo kutubxonangizga aylanib, texnikingizning texmi yuqori ko'tarilishiga yordam beradi. O'zingizga nima lozimligini bilgan chog'ingizda dunyo sizni butunlay shunga munosabatli uchurlar bilan ta'minlaydi. Chunki siz nima izlayotganligingizni obdan bilasiz. Nurg'un kishilar kasbiy axloqingizni tilga olishadi. Undaqda sizning o'zingizga qo'ygan kasbiy axloq o'lchamingiz qanday? O'zingizga bo'lgan talabchanlikni qancha uzun davomlashtirgan? O'tgan 20 yildan ushbu vaqtdagi har bir kunda davomlashtirdim desam bo'ladi. Bu har kuni o'zimdagi ortiqchilik va yetersizliklarni bayqaydigan bir jarayon. Masalan, egizlik sakrashni misol olsak, mening vertikal egizligim 40, 45 yoki 46 emas. Qo'llarim yo'g'on bo'lsa-mu, lekin bak yo'g'on degidek emas. Shunga men cho'qim bir amal qilib ularni kuchlantirishim, qabul ham sog'lom qilib to'pni chin tutib tura oladigan qilishim kerak. Chaqqonlikni ilib aytsak, inkosim chaqqon bo'lsa-mu, alohida chaqqon emas. Sur'atim tez bo'lgani bilan odamning ishongisi kamligidek darajada tez emas. Shundaqmi? Shunglashqa men texnikamga va to'p etish nuqtamga bakrak tayinishim. Shundaqla basketbol harakatini texmi obdan tushunishim kerak. Lekin men tirishchilik ko'rsatgan jarayonimdan bir xil huzurlanaman. Shunga zodi qachonlardan boshlab basketbol musobaqasi ko'rganligim va basketbol o'ynashni o'rganishni boshlaganim esimda yo'q. Ammo qizg'inligim azaldan susilishib baxmadi. Bu menga nisbatan hech nimaga o'xshamaydigan ayrim bir xil muhitga kirish hisoblanadi. Kayfiyat jihatdan o'zimni mashq vaqti, chiniqish vaqti yoki musobaqa vaqtiga o'xshamaydigan bir joyga qo'yib, diqqatimni boshqa bir ishga burab, asldagi holatimdan boshqacha bir holatga o'tishim kerak. Men uchun bu xuddi Gladiator filmidagi Maximusning yerdan bir o'chim tuproqni ilib purg'andan keyin maydonga tushadigan vaqtim bo'ldi deganiga o'xshaydi. Mana bu mendagi ideaviy tayyorlikning kutganligi. Xuddi shu filmdagi artistning rolga cho'kishiga tayyorligi putkunidek. Shu filmdagiga o'xshash, siz o'zingizni qafasga solaysiz. Qafasdagi vaqtingizda siz o'zingiz emas, shu filmdagi personaj. Qafasdan ayrilgan chog'ingizda ba'zi ishlar yana qafasda turganligiga o'xshamaydi. Qafasdagi vaqtimda men og'ayinlarimga menga chaqilmanglar, gap qilmanglar, meni avar qilmanglar deyman. Siz qanday qilib hissiyot va kayfiyat jihatdan kuchlanib, hech nimaning ta'siriga uchirmaydigan bo'lgan edingiz? Buningda real muhitga bakrak ahamiyat berish kerak. Masalan, siz azroq manmanchi, lekin eng muhimi siz emas. Siz musobaqada ajab satlashdim degan chog'ingizda amaliyotda satlashganingiz muhim emas. O'zimizni bak muhim deb o'ylab olmasligimiz kerak. Undaqda siz qanday qilgan? O'zimizni bak muhim deb o'ylab olmasligimiz kerak deganda, masalan, qarg'a 5 qatim to'p etib kirgizmagan bo'lsangiz, maydonda u yoqdan bu yoqqa men ko'rsam, "Xahmon qanday qaraydi?" deb o'ng'aysizlanib ansirab bermang. To'p kirgizmagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. O'zingizning g'amini qilmasdan qarg'a to'p kirgizmaganligingizni sababini o'ylang. Tushundingizmi? To'liq o'tirg'i chiqqan tunji yili biz bir yilda eng ko'p bo'lganda 35 maydon musobaqa o'ynaymiz. Shundaqmi? Har haftada orom olishimizga yetarli vaqt chiqadi. NBA'da bo'lsa, bir maydondan keyin yana bir maydon, yana bir maydondan keyin yana bir maydon ulab, to'xtamay musobaqa o'ynab putlarni uzilib ketayli deb qoladi. Shunga har qatim qarg'a to'p tashlag'animga qarasangiz, har bir to'pni shundaq joyda, qisqa vaqt ichida kirgizib bo'laman. Men texnik kuchlik bo'lishim, har xil mashqlarni qilishim kerak. Hozir qilayotgan eg'irlik ko'tarish mashqimni men maxsus 82 maydonlik musobaqa fasli uchun loyihalagan. Shunga fasldan keyingi musobaqa vaqtida putlarim texnik kuchlanib, to'pni texnik joyida o'ynay olaman. Men masalaga aqlonlik bilan qarayman. Nima ish to'pni kirgizamadim? Chunki bu tarkibim o'lchamlik bo'lmadi. Keyingi qatim cho'qim o'lchamli qilishim kerak deyman. Mana bu shundaq. Mo'shunda? Ha. Undaqda ismini anglaganaman. Bu-mu menga o'xshash talabadagidek odamlaringiz bormi? Ba, men Jordan bilan bo'lgan ishni bir taraf qilgan chog'imda ularning komandasiga berib, komandadikilar bilan paranglashgan. Johnson, Jordan, Bert, Hakim Alajuan, Jerry West, Oscar Robinson, Bill Russell. Men ularning sarguzashtlari va ish izlari haqida
ular bilan fikr almashtirgan. Bo'libmi, Jordan xuddi akamdek bo'lib qolgan edi. Men NBA'ga tunji borgan vaqtimdan boshlabla u menga aka bo'lgan. Buning tafsiliy jarayonini deb kelsak, men berib ularni izlaganda bu o'yinning bosh oxirini va ularning ishlarini bir taraf qilish usulini tushunishga boshladim. Ularning inchki nuqtalarga qanchalik diqqat qiladiganligi va basketbolga qanchalik herismanligini bildim. Men mana shunday qilgan. Basketbolga shuncha herisman bo'lgan topchilarmi bir umr topchi bo'lishni xohlamaydi. Bu faqat ularning tanlashi. Sizning oilangiz yana qilishga tegishli boshqa ishlaringiz bor. Musobaqa o'ynash sizning eng muhim narsangiz bo'lanmaydi. Bularga qarab men bo'pti, bu bir qiziq ishgan deb o'yladim. Navoda men sizning navir tuqqaningiz yoki to'liq o'tirg'i kirgandan keyin NBA o'tiridagi yaqin do'stingiz bo'lsam, undaqda oramizdagi munosabatda qanday o'zgarish yuz berdi? Siz eng munavvar, eng qaltis topchi bo'lishga bel bog'lagan odam. Undaqda ikkimiz orasidagi munosabatda qanday o'zgarish bo'ladi? Oramiz yiroqlashadi. Munosabatimiz yomonlashamda? Shundaq? Siz mushundaq bo'lsa-mu mayli deb to'g'ri tushunamsiz? Sizni yaxshi ko'radigan odamlar, masalan, do'stlaringiz yoki oilangizdagilar qandaqligingizni obdan biladi. Ha, tushundim. Shunga ular sizni o'zingiz bo'g'ilib qo'ydi. Keyincha burun ayrilgan joyingizni qaytib berib, ular bilan jam bo'lganingizda oraliqdagi shu mezgillarda bilib bilmay nurg'un aslimalaringlarning unutilib ketganligini, uzun mezgillik munosabatinglarning va va'dalaringlarning buzilganligini his qilasiz. Men nurg'un basketbolchilarning birlikda dam olganini ko'rgan. Ular yaqin do'st. Ularning faqat birlikda dam og'isi yoki sirtga chiqib aylanib kirgisi kelgan xolos. Lekin men azaldan undaq qilib baxmagan. Bu mening tanlashim. Va undaqda siz zodi nemishqa undaq qilib baxmagan? Chunki mening saptin chekingandan keyin o'z vaqtida teximi bakrak tirishgan bo'lsam bo'pti-kan deb pushaymon qilgim yo'q. Rasla. Nurg'un kishi jafo tortib topgan pulini sarf qilib, o'yinimizni ko'gili kelishdi. O'yinimiz shundoq. O'yinimizni. Bizning xizmatimiz badan shaklimizni saqlash hamda musobaqani yuqori saviyada o'ynash. Bir raqobatchi bo'lish siftim bilan men azaldan har kun kechki musobaqadan o'zimni qochirmayman. Vajon, mening dumbam yorlandi, bek og'rib ketdi. Bugun kech Toronto Raptors komandasidagi Vince Carter bilan musobaqaga tushmoqchi edik deb voysimayman. Amaliyotda biz 2000-yil Rasululloh Toronto Raptors komandasi bilan musobaqaga tushgan. Bu Vince'ning basketbol sohasida toza davr surayotgan vaqt edi. Musobaqada dumbam uning so'qilib ketdi. Menga kishilar xuddi, "Nima? Kobe Toronto Raptors komandasi bilan o'ynagan musobaqada Vince Carter o'tirib qo'ydigan bo'ldi" deb aytgandek tuyuldi. Chunki dumbam shu chaqda Rasululloh qattiq ag'rayotdi. Ondan kishilar yana, "Nima bo'lgani bu? Kobe Vince Carterga bosh egdi deb aytgandek tuyuldi. Men uni yengilamdim? Yo'q, hargiz yengilmayman. Ondan men garga chiqishsizligida turib o'z-o'zimga bo'ldi. Dam oladigan ham salomatligimni asliga keltiradigan nurg'un vaqtim bor. Lekin bugun bo'lmaydi. Dumbamning og'riqi boshqa chaqda menga putli qashang bo'lsa bo'ladi, lekin bugun menga ta'sir qila olmaydi. Vince Carter cho'qim yomonligini bir ko'rsatib qo'yman dedim. Qaltis, erkakdek ish qilibsiz. Navoda siz cho'nroq bir ishga mablag' samoqchi bo'lsangiz, undaqda tadbir belgilash jarayoningiz qanday bo'ladi? O'dil birasiga telefon qilib maslahat so'ramsiz yoki o'zingiz avval tadqiq qilib bo'lib, anda maslahatchiga telefon qilamsiz? Cho'qim besib o'tadigan tartibingiz bor. Menga nisbatan bu nihoyat oddiy. Siz bu so'zni tushunamsiz. Siz ma'lum shakl yoki usul orqali bu sohaga yordam qila olamsiz. Bu sohaga kirishingizga to'sqinlik qilayotgan narsa nima? Ondan yana shu korxonachi yoki shirkatning siz uzunga davomlashidi deb qaraydigan madaniyati bormi? Siz ularning rahbariga ishonamsiz? Ularning xizmatchilarining xizmatga bo'lgan ishtiyoqi kuchlikmi? Ular shunday uzungacha davomlashadigan madaniyatni yaratganmi deganga o'xshash. Men mushu 4 xil omilga qarayman. Bu bekla murakkab narsa ekan. Sizlar anglab tushunaldinglarmi yo'q bilmadim, lekin meningcha bu murakkab ekan. Xuddi bugungiga o'xshash sizning kundalik xizmat o'g'irlashtirishingiz qanday bo'ladi? Uning muqim bir qilipi yo'q. Chunki shaxsan men turmushdan iborat bu romandagi har bir so'zni yozib olmayman. Yoki kino uchun karton loyihalab berayotmayman. Mening hozirning o'zida qilishga tegishli ishim faqatla biz sabablik basketbolga yoki kasbiga ishtiyoq bo'lganlar xizmatini ko'ngildagi eng yaxshi saviyada o'rinlash uchun uzluksiz o'zlariga jang e'lon qilyaptam yo'q. Mushuni oydinlashtirish. Mana bu mening mavjudligimning ahamiyati. Ular meni o'zlariga ayna qilib turib, menga qarab o'zlarini baholaydi hamda uzluksiz o'zlariga jang e'lon qiladi. Navoda bizda siz bir ko'ribla, ma'qul, men qila olmayman degudek bir tur bo'lsa, undaqda bu bizga lozimli tur hisoblanmaydi. Heliqidek, men bu kartonni qanday ishlashni bilmadim. Bu romanni qanday yozishni bilmadim yoki
qanday qilishni faqat bilamedim degidek turlarla bizga lozimlik turlar hisoblanadi. Chunki faqat mana shunday qiziqish ichida siz o'zingiz o'ylab baxamgan yuksaklikka yeta olasiz. Ham xizmatingizni normal elib bora olasiz. Mening hozir qilayotganimni mushunga o'xshash. Golden State azmatlar komandasi bilan musobaqalashgan vaqtinglarda 107 109 nomer bilan yengilib qoldinglar. Ammo fasldan keyingi musobaqaga kirayil deb qolgan edinglar. Musobaqa jarayonida nemish bo'lganligini o'zingizmi bilasiz. Siz hujumni boshlab qarg'a to'p tashlay deb turgan vaqtingizda tuyuqsiz paqqida qilib yiqilib tushgan. Shundaqmi? Shundaq. Asli putingizning peyi uzilib ketibdi ekan. Siz qarshi taraf jazo to'pni etib bo'lgandan keyin ondan maydonga tushib, odol operatsiya qildirib beribsiz. Məşq uyuga kirsam, u yerda balllarım bor ekan. Ular menga qarab turdi. Men ularga qarab, men cho'qim saqayib ketaman, tezli yaxshi bo'lib ketaman. Biz cho'qim yaxshi bo'lib ketamiz dedim. Chunki bir dada bo'lish sifatim bilan ballarimga ulgu bo'lishim kerak. Cho'qim yaxshi ulgu bo'lishim kerak. Bu boshqa bir xil to'salg'u. Lekin bu to'salg'u menga aniqlik berolmaydi, ham meni vayron qilib yetanmaydi. O mening o'zim yaxshi ko'radigan musobaqadan ayrilishdagi sababim bo'lanmaydi. Men ayrilsam-mo, cho'qim o'zimning usuli bo'yicha ayrilishim kerak. Mana bu men chiqargan qaror, ham men qarorimdagidek qildim. Shundaq. Haqiqatan qaltiskansiz. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.